Men Otabek va oldimda Uzubu Max Blogger va bugun bizlar top 5 Herobrine modlarini obzor qilamiz. Salom obunachilar, sizlar bilan men o'sha Uzubu Max yo'q, Uzubu Max emas. Behzod Free Fire o'zgartirdim obunachilar. Hozir biz top 5 ta horror, top 3 ta Herobrine modlarini obzor qilamiz. Qani, boshladik. Avval birinchi biz qizaloq zo'r video bo'ladi. Bugungi videomiz juda ham zo'r bo'ladi. Sizlar yaxshilab like bosib tashlaylar. Herobrine mod top 5 taligini top 3 ta. Mana hozir mana Herobrine modlar turibdi. Birinchi Larking Herobrine'dan boshlaymiz. Oldin buni obzor qilganmiz. Yana obzor qilamiz. Top 3 ta Herobrine modi. Bu modlarni Telegram kanalida sotib olishingiz mumkin. Telegram kanal bu videoning tagida bo'ladi. Hozir birdan kirib o'tamiz. Let's go. Mana obunachilar, mana shu narsalarni oldik. Endi chaqiramiz Herobrine'ni. Herobrine juda ham zo'r bo'lishi mumkin. Sizlar like bosinglar. Bu videoda yaxshilab like'larni ayamasdan bosinglar. Mana chaqirib ko'ramiz hozir. Mana o'zi ham shu yerda yo'qoldi. Chaqmoq urdi. Endi tuman bo'ladi va shunaqa Herobrine mod. Mana shunday bo'ladi. Endi u faqat basharangizga yozuv chiqib turadi, bo'ldi. Bizga nihuya себе hujum qiladi bizga. Umuman qo'rqishlimas. Yo'q, o'ynasa bo'ladi. Men oxirgacha o'ynamaganman. Oxirgacha o'ynamaganman hozir. Chunki oxirgacha o'ynamaganimiz uchun noma'lum hozir. Hozir mana shu yerda uylarni qarang, yangilanganmi? Men bu yerga tekstur qo'yganmiz. Tekstur Minecraft'dagi. Hozir mana tuman bo'ldi. Birinchi obzor qilgan modimiz ketdi. Shunday. Mana top birinchi modimiz obzor qilindi va keyingi modga o'tamiz. Obunachilar, let's go. Ikkinchi o'rin. Mana keyingisini buni hozir obzor qilib oldik. Twisted Shadow degan mana Herobrine eshigini obzor qilamiz. Va hozir Minecraftga kiramiz. Ya'ni o'yinga kiramiz. Menimcha sekin bu. O'ylayotganga o'xshaydi. Bo'l tayyor. Birdan kiramiz obunachilar. Ketdi. Mana kirib ham oldik. Hozir Herobrine yana chaqishga urinib ko'ramiz. Bu boshqacha bo'lishi ham mumkin obunachilar. Men bilmayman buni. Birinchi marta joylashim buni. Rost aytaman, birinchi marta joylashim buni bilmayman. Demak tuxum bo'ladi unda alohida. Yo nimadirlar qo'shilgan ekan, qarab chiqdim. Tuxum bormi ekan? Menimcha tuxumi bor. Yo'q ekan. Nima bu? Nima bu? Yangi disk paydo bo'ldi. Obunachilar. Yangi disk. Bu diskni hozir sinab ko'ramiz. Qani anaqa? Hozir mana unga jukebox Herobrine mamda chaqirilar ekan. Qani 1 2 3 ketdi. Qayerda qo'shiq eshitilyapti? Qo'shiq obunachilar. Yaxshilab qo'shiq eshitamiz, keyin esa Herobrine paydo bo'lsa kerak. Mana qo'shiq eshitilyapti. Uy paydo bo'ldi. Uy. Ana chiqdi. Mana bu Herobrine. Bu Herobrine'ni. Qalaysan, birach? O'rgimchakka aylanib qoldi. Mana shunaqa Herobrine ekan bu. Soyali Herobrine deb eshitdim. Yomon xo'rlangan Herobrine ekan. Suyakli yana, qop-qora. Suyak ko'ringan. Yonarmikan? Buni sinab ko'ramiz avval. Avval xo'rlab ko'ramiz. O'lmas ekan. Ana, o'lmas kashi ekan bu. Mana keyingi horror modini obzor qilamiz hozir. Mana hozir davom etyapmiz. Hozir keyingi oxirgi modimizni obzor qilamiz. Let's go.
Hayır. Yani obunachilar keyingisini qo'yamiz. Buni joylashtirdik. Oxirgi Herobrine Revikened RP. Ya'ni biz Herobrine'ga aylansak kerak. Hozir. Herobrine'ga aylanib ba'zi qilib o'ylab tashlaysiz. Shunday. Qani birdan kiramiz, ketdi. Mana obunachilar, keyingi oxirgi Herobrine modimizni obzor qilamiz. Zo'r. Mana hozir keyingi modimizni obzor qilamiz. Bu nima ekan? Qani chiqarmaykan o'zi. Kiyimlar. Mana bu yerda narsa qo'shilgan bo'lsa kerak. Hech narsa qo'shilmagan u bu yoqqa. Herobrine modi nima kerak bizga bo'lmasa? Hech narsa yo'q. Bunday bo'lsa biz chaqiramiz. Hozir mamdan olamiz. Hozir mana shundan opa amna qilamiz. Oldinda ukasi ukam gapiryapti. E'tibor qilamiz. Mana hop. Mana qo'yamiz va chaqiramiz. Let's go. Ketdi. Nima bu? Mod. Ikkita bo'lib qoldi. Yo'q, qancha bo'lsa ham maylan. Nimaga kelmadi u? Nima yo'q u? Qani Herobrine? Bu yerda hech narsa yo'q ekan u. Hatto Herobrine deb yozib ko'raylik-chi. Herobrine. Nega yo'q? Demak Herobrine yo'q bu yerda. Umuman o'zi yo'q. Mana. Ahmetdan izlaymiz. Men yo'qotdim. Yo'q ekan xullas. 3-modimiz ketdi aniq. Aniq ketdi. Men uni o'zim qo'shdim. Mana hozir bir qaraymiz. Men o'zim Mana obunachilar tugatamiz shu yerda. Mana shu yerga kelgancha rahmat obunachilar. Bugun shu yerda tugatamiz. Qani shu yerda tugatishga majburmiz. 3-modimiz ishlamadi. Umuman uzrlik ishlamadi. Negadir o'zingizlar joylashtirib ko'rasizlar, mayli. Qani qaraylik-chi. Bormi o'zi? Umuman yo'q. Mana shu yerda umuman yo'q. Yo'q ekan, demak, Herobrine modini chaqirib bo'lmaydi. chiqib ketdi. Bo'ldi. Ulan olsa. Chiqib ketaveradi. Bo'ldi, tugadi. Hayır.